Assalomu alaykum, xayrli kun. Hammani xabari bor. Chiqib o'tgan juma Allohga iltijo qilib, juma namozidan keyin 2 rakat yomg'ir so'rab namoz o'qildi. Butun jamoat bilan, butun O'zbekiston bo'ylab hamma masjidlarda muftiy hazratlarining tashabbuslari bilan namoz o'qildi. Va shu haqida ozgina to'xtalib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni oradan 3 kun o'tgani bilan yomg'ir hali yoqqani yo'q. Bir yaqinim, tanishim, "Akmal, mana hamma jamoat bo'lib namoz o'qitsalar, nega yomg'ir yog'madi?" degan savol berib qoldi. O'zi namozxon yigit emas, unchalik jamoatga qatnashmaydi. Xudoga ishonaman, lekin bunaqa narsalarga ishonmayman deb qoldi. Shuning uchun bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Muso alayhissalom davrlarida yomg'ir so'rab duo qilishgan qavm. Shunda yomg'ir yog'magan. Shunda Muso alayhissalom Xudodan so'raganlar: "Ey Xudo, nimaga yomg'ir yog'dirmayapsan? Nimaga yomg'ir yog'mayapti?" deganida, qavmingda ichida bitta yolg'onchi bor, ya'ni bitta chaqimchi bor, shuning uchun yomg'ir yog'mayapti deganlar. Bitta odam zarar berib turibdi degan ma'noda aytishgan va Muso alayhissalom qavmiga qarab, ichimizda bitta chaqimchi bor ekan, shuning uchun yomg'ir yog'mayapti ekan, o'sha chaqimchi tezda tavba qilsin, kim bo'lsa chiqsin deb chiqib ketadilar va bir ozdan keyin yomg'ir yog'ib boradi. Shunda Muso alayhissalom Xudodan so'raydi: "Ey Xudo, nega yomg'ir yog'di?" desa, "Chaqimchi tavba qildi" deydi. Shunda, "Ha, xo'p, biz bilaylik o'sha chaqimchi kim ekan" desa, Xudoyim aytadi: "Men chaqimchi emasman" deyshadi. Ichimizda ham mana shunaqa fitnachi, chaqimchi, yolg'onchi, gunohga botayotgan jamoatning duosi qabul bo'lmasligiga sabab bo'layotganlar ko'p. Shuning uchun Alloh bizga yomg'ir bermadi. Inshaalloh yomg'ir yog'adi. Allohdan so'raymiz, Xudo xolasa bizga manfaatli yomg'irlarni ato etsin. Qilgan gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin, jamoatimizga esa barakatlar yog'dirsin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.